Savol: kimdir menga ushbu holatda meros bo'yicha shariat hukmini aytib bera oladimi? Mening otam vafot etdi. Undan 4 o'g'il, 3 qiz va onam merosxo'r bo'lib qoldi. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Siz meros haqida so'ragan bu masalaning taqsimoti quyidagicha. Xotinga merosning 8 dan 1 beriladi, chunki marhumning farzandlari bor. Alloh taolo shunday degan: "Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum." Endi agar sizlarning farzandingiz qolgan bo'lsa, ularga sizning merosingizdan 8 dan 1 tegur. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Bu taqsimotlar sizlar qilgan vasiyat va qarzlaringiz ado qilingandan keyin bo'lur. Niso surasi 12-oyat. Qolgan 7 ulush 11 qismga teng bo'linadi. O'g'il farzandlarining har biriga 2 qism va qiz farzandlarining har biriga 1 qismdan beriladi. Buning dalili Alloh taoloning quyidagi so'zlaridir: Yusikumullohu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayayn. Alloh farzandlaringizga tegishli meros borasida bir o'g'il uchun 2 qiz ulushi barobarida meros berishni amr qilur. Niso surasi 11-oyat. Misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, agar yuqorida zikr qilingan marhum ko'chmas mulk va umumiy qiymati $88,000 miqdorida pul qoldirgan bo'lsa va agar uning qarzi bo'lmasa va u biror narsani vasiyat qilmagan bo'lsa, biz buni quyidagicha taqsimlaymiz. Xotinga 8 dan 1, ya'ni $11,000 beriladi. Qolgan $77,000 11 qismga bo'linadi. Shunda 77,000 ni 11 ga bo'lsak, 7,000 dan to'g'ri keladi. Demak, o'g'ilning ulushi 7,000 ni 2 ga ko'paytirib $14,000 dan, har bir qizning ulushi esa $7,000 dan bo'ladi. Alloh bilguvchiroqdir.